To'p uyilakatsa 5 qayroqchiga kelganmiz. Parasiga 250 metr oraliq masofaga kirganingizda mana shu korobka holatida uchastkamiz chiqib qoldi. Kvadrat turga keladigan bo'lsam 500 kvadratga joylashgan bahaybat binoga ko'zingizlar tushib turibdi. Kirishimiz bilan ro'paramizda bitta oshxona, bitta zal, bitta ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Endi hovliga bitta nazar soladigan bo'lsangiz, chap tarafimizda sharshara qilib qo'yishgan. Bu yerda planirovka juda ham chiroyli. Orqasi san uzil bo'ladi. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. 5 sotiq bo'ldi. Kutilmagan holatda narxini aytaman, startvi 235 ming dollar. Mahallalar keng, juda ham chiroyli lokatsiyada. 2 qavatli xonadonimizni ko'rib turibsiz. Podval, seli planirovka qilingan. Jiloy qilish imkoniyatingiz bor. Birinchi qavatda bitta hol bor, oshxona bor, zal bor, ota-onalar yotoqxonasi. Tepada ham bitta chiqsangiz kattagina hol, ikkita detskiy xonamiz, bitta ota-onalar yotoqxonasi, bitta zal. Xonalarning soni 10 taga yetdi. Endi qarang, mana naveslarga qaraysiz, seli naveslar qilib qo'ygan. O'zi korobka holatiga keltirguncha ham normalniy pul ketgan. Bu yerda yerlar narxi hozirgacha kunduzda 30 mingdan 35 ming dollargacha bo'lib turibdi. Narx 235 ming dollar bo'ldi, 500 kvadrat bo'ldi. 10 ta xonali 5 sotiqli xonadonimizni qo'ydik. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz.